Yettinchi sinf Jahon tarixi 2022-yil nashr. 6-mavzu Vizantiya G'arb va Sharq orasida. Vizantiya deyarli 1000 yil davomida Yevropaning eng qudratli davlati bo'lib qolgan hamda antik davr va Rim imperiyasi an'analarini davom ettirgan. Vizantiyaning paydo bo'lishi. Imperator Feodosiyning o'g'illari 395-yili Rim imperiyasini ikki mustaqil davlatga bo'lib olishadi. Biri poytaxti Rim shahri bo'lgan G'arbiy Rim imperiyasi, ikkinchisi poytaxti Konstantinopol shahri bo'lgan Sharqiy Rim imperiyasi hisoblanadi. Sharqiy Rim imperiyasini Yunonlar koloniyasi nomi bilan Vizantiya deb ham atashadi. Katta o'g'il Arkadiyga imperiyaning nisbatan boy hududlari tegadi. Unga Bolqon va Kichik Osiyo yarim orollari, Suriya, Falastin, Misr kirgan. Aholisi asosan Yunonlar, Suriyaliklar, Armanlar, Yahudiylar, Misrliklardan iborat bo'lgan. Yunonlar nisbatan ko'pchilikni tashkil etgani uchun yillar o'tib imperiyada lotin tili o'rnini yunon tili egallaydi. Yevropada Vizantiya aholisini yunonlar deb atashgan, lekin ular o'zlarini romeylar, rimliklar deb nomlar edilar. Vizantiyada qulchilik saqlanib qolgan bo'lsa-da, aholining katta qismini soliq to'laydigan erkin dehqonlar tashkil etishi, sun'iy sug'oriladigan maydonlardan mo'l hosil olinishi mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlagan. Imperiyada 6-asrda ham Konstantinopol, Aleksandriya, ya'ni Iskandariya, Antioxiya, Edessa singari yirik savdo va hunarmandchilik markazlari gullab yashnagan. Bu omillar xalqlarning buyuk ko'chishlari davrida ham iqtisodni, kuchli qo'shinni, Rim an'analariga tayangan davlatchilik va antik madaniyatni saqlab qolish imkoniyatini beradi. Takrorlab olamiz. Katta o'g'il Arkadiyga imperiyaning nisbatan boy hududlari beriladi. Unga Bolqon va Kichik Osiyo yarim orollari, Suriya, Falastin, Misr kirgan. Sharqiy Rim imperiyasining aholisi asosan Yunonlar, Suriyaliklar, Armanlar, Yahudiylar, Misrliklardan iborat bo'lgan. Konstantinopol va Aleksandriyani muhtasham binolar, ko'p qavatli uylar, haykallar va favvoralar o'rnatilgan maydonlar bezab turgan. Shaharlarda hunarmandchilikning shishasozlik, movut, ipak gazlamalar to'qish, zargarlik, me'morchilik sohalari yuksalgan. Ispaniyadan Xitoyga qadar bo'lgan hududlardagi mamlakatlar savdogarlari romeylar bozorlariga shoshilganlar. Konstantinopolni ramziy ma'noda Osiyo va Yevropani bog'laydigan oltin ko'prik deb ataganlar. Vizantiyalik savdogarlar G'arbning bozorlarida hashamatli kiyimlar u zeb-ziynatlar, qurol-yarog'lar u kamyob idishlar va cherkov jihozlarini xarid qilishgan. Konstantinopol Yevropaning eng yirik shahriga aylangan. Vizantiya oltin tangasi numisma asrlar davomida ishonchli xalqaro pul hisoblangan. Vasilevs hokimiyati. Sharqiy Rimni Vasilevs yunoncha podsho boshqargan. Vasilevslar Yevropa, Old Osiyo va Shimoliy Afrikani boshqarish huquqini rimliklardan olgan. Imperator Vasilevs amaldorlarni tayinlagan, qonunlar chiqargan, qo'shinni boshqargan, urush e'lon qilib, tinchlik sulhi tuzgan. Lekin u
amaldorlar va qo'shin bilan hisoblashishga majbur bo'lgan. Qolaversa, imperator unvonining merosiyligi to'liq kafolatlangan emasdi. Unvonning muqaddasligi imperatorning daxlsizligini anglatmagan. Imperiyaning 1000 yillik tarixida ularni taxtdan ag'darib tashlashlar va hatto qatl etishlar tez-tez uchrab turgan. Qaytarib o'taman, Vasilislar Yevropa, Old Osiyo va Shimoliy Afrikani boshqarish huquqini rimliklardan olgan. Imperator amaldorlar va qo'shin bilan hisoblashishga majbur bo'lgan. Yustinian davri. Vizantiya o'z qudratli cho'qqisiga Yustinian I davrida erishadi. Yustinian Ining yillari 527-565 yillarni o'z ichiga oladi. U aslida kambag'al dehqon oilasida tug'ilgan. Amakisi Yustin qo'shinda oddiy askarlikdan sarkarda darajasiga ko'tarilib, imperatorlik taxtini egallaydi. Yustin jiyani Yustinianni saroyga keltirib, uning yaxshi ta'lim olishini ta'minlaydi. Amakisining vafotidan so'ng Yustinian taxtga o'tiradi. U atrofiga iqtidorli sarkardalar, huquqshunoslar, tarixchilarni to'playdi. Uning davrida me'morchilikning ajoyib namunalari Konstantinopoldagi Ayo Sofiya, Avliyo Sofiya, Ravennadagi, ya'ni Italiyadagi San Vitaliy ibodatxonalari bunyod etilgan. Imperatorning buyrug'iga binoan huquqshunoslar qadimgi Rim qonunlari majmuini yaratishadi. Lekin imperator shafqatsiz va chaqimchilarga o'ta ishonuvchan edi. Yustinianning orzusi Rim imperiyasining 395-yildan oldingi chegaralarini tiklash bo'lgan. Bu orzusini ro'yobga chiqarish uchun u Shimoliy Afrikani uzoq urushlardan so'ng Italiyaning katta qismini istilo qilsa-da, uning bosib olingan o'lkalarda qullikni tiklashga bo'lgan intilishi mahalliy aholi tomonidan qo'llab-quvvatlanmaydi. Uning g'arbga qilgan harbiy yurishlari, sharqda Eron bilan janglari natijasida xazinaning bo'shab qolishi aholini xonavayron qilib, qo'shinni holdan toydirgan. Demak, Yustinian Konstantinopoldagi Avliyo Sofiya, Ravennadagi, ya'ni Italiyadagi San Vitaliy ibodatxonalarini bunyod ettirgan. Yustinianning orzusi Rim imperiyasining 395-yildan oldingi chegaralarini tiklash bo'lgan. Bu orzusini ro'yobga chiqarish uchun u Shimoliy Afrikani uzoq urushlardan so'ng Italiyaning katta qismini istilo qilsa-da, uning bosib olingan o'lkalarda qullikni tiklashga bo'lgan intilishi mahalliy aholi tomonidan qo'llab-quvvatlanmaydi. Uning g'arbga qilgan harbiy yurishlari, sharqda Eron bilan janglari natijasida xazinaning bo'shab qolishi aholini xonavayron qilib, qo'shinni holdan toydirgan. Dushmanlar qurshovida. Yustinianning vafotidan so'ng Vizantiya hududlari sekin-asta qisqarib boradi. Langobardlar deyarli butun Ispaniyani tortib oladilar. Darslikda shu joyda boshqacha ma'lumot ketgan. Aslida Yustinianning vafotidan so'ng Vizantiya hududlari qisqarib borib, Langobardlar emas, balki Veskotlar Ispaniyani tortib oladilar. Imperator Irakliy I Eronga qarshi kurashib, Xusrav II qo'shinini mag'lub etsa-da, urush har ikki tomonni zaiflashtiradi. Bu esa oradan ko'p o'tmay arablarning Misr, Suriya, Falastinni bosib olishiga, Bolqon yarimorolida Bulg'oriya podsholigining vujudga kelishiga imkon beradi. Imperiyaga keyingi asrlarda slavyanlar, avarlar, bijanaklar, vengerlar, bolgarlar, narmanlar, saljuqiy turklar bosqinchilik yurishlari qilishgan. Konstantinopol ham bir necha bor qamal qilingan. Imperiyaning ahvoli og'irlashgani sari diplomatiya san'ati, muzokaralar olib borish, ittifoqlar tuzish mahorati muhim ahamiyat kasb eta borgan.
Shuning uchun zamonaviy diplomatiya asoslariga aynan Vizantiya diplomatiyasining ko'plab qoidalari kirgan. Demak, imperator Irakliy I Eronga qarshi kurashib, Xusrav II qo'shinini mag'lub etgan. Ko'p o'tmay, arablar Misr, Suriya, Falastinni bosib olishadi. Shuningdek, Bolqon yarimorolida Bulg'oriya podsholigi vujudga keladi. Tarixiy mushohada. Vizantiya imperatorining saroyi o'zining salobati va hashamatliligi bilan xorijdan kelgan mehmonlarni lol qoldirgan. Dabdabali qabullar paytida Vasilev durlar bilan kashtalangan hashamatli kiyimlarda bo'lgan. To'q qizil rangni faqat imperator o'z liboslarida qo'llashi mumkin bo'lgan. Tantanali marosimlar imperatorni o'z aholisi va xorijiy mehmonlar nazdida erishib bo'lmaydigan mavqe, nufuzga ko'targan. Tarix fanidan sifatli tayyorgarlik ko'rishni istasangiz, Jalol Boltayev onlayn kurslariga qo'shiling.